O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqandan keyin ko'pchilik Amerikaga futbol bahonasida viza olib boraman deb o'ylayapti. Bugungi kungacha men o'zim 5 marta viza orqali Amerikada bo'lganman va bu videoda men o'zim bilgan Amerikaga qanaqa qilib qonuniy borsa bo'ladigan 3 ta yo'l haqida aytib bermoqchiman. Birinchi turi hamma biladigan bu B1, B2, ya'ni biznesga, turistik bo'lib yoki bo'lmasa biror bir sport musobaqalariga borish niyatida bo'lgan odamlar uchun topshiriladigan viza turi hisoblanadi. Misol uchun hozirgi vizam sentyabrda tugaydi va vizamni yengillashim kerak. Bu vizamni yengilayotganimda marafonda Nyu-Yorkda yuguraman deb ko'rsataman va B1, B2 orqali yana boshqatdan viza olishga harakat qilib ko'raman. Ikkinchi viza bu tranzit viza hisoblanadi. Agar siz Amerika orqali biror bitta davlatga uchayotgan bo'lsangiz, borayotgan, ketayotgan davlatingizni ham shu orada Amerikani ko'rib borib kelsanglar bo'ladi. Adashmasam oxirgi paytlarda Bagama orollariga xuddi shunaqa uchishyotdi. Uchinchisi bu aynan logistlar, hamkasblar sizlar uchun bu EB viza type hisoblanadi. Agar sizlar O'zbekistonda ofitsial ishlayotgan bo'lsanglar, oyliginglarni ofitsial kartaga olsanglar, bu viza aynan sizlar uchun. O'tdagi Amerikadagi tracking kompaniya sizlarni EB viza orqali chaqirsa bo'ladi. Bu orqali sizlar даже Amerikada green cardgacha yetib borishinglar mumkin. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, har doimgidek sizlardan bitta like, videoni bo'lsa Amerikaga ketmoqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.